narxini aytib o'tib ketamiz. Ko'pchilik aka-ukalarimiz qo'ygan nomerimizni Telegram, WhatsApp yo'q degan ekan, chet davlatda ishlayotgan aka-ukalarimiz. Bu safar nomerini WhatsApp ham, Telegram ham borligini qo'yamiz. Bugungi sanamiz 30-yanvar. Bo'yini balandligi taxminan 192-93 atrofida. Yoshi 8 yashar. Yeb ichishi tani joni sog'. Yovoshligi nomeradin yovoshlaridan jonivor. Zotiga kelsa o'sha mashhur shayr otlardan. Jonivor turugi, uni chiroyiga bir baho berib qo'yaydi. Otxonada bitta bo'lib turadigan otlardan-da jonivor. Biyasi bor aka-ukalarga ham ma'qul tushsa kerak. Ayg'irliklari ham bor ekan jonivor. Bo'ynovoshi, kallavoshlariga bir ahamiyat beringlar. Bu chet davlatda ham biz aytayotgan narxdan yarim pulini aytamiz. Chet davlatda ham 50 ming, 60 ming dollar deyshadi. Uni narxini 25 ming dollar yana kami bor. Otimiz o'zi sotilgan ekan, zaklatlarni ham olib qo'ygan ekanlar. Ko'pchilik ishqo'z bo'lganda sotildi degan ekanlar. Ayrim sabablarga qarab nasib qilmagan ekan. Xudo xolasa sizga nasib qiladi. Bu Toshkentda ham, chet davlatda ham juda kamdan kam. Bu 192-93 deyapti. Otxonangizda tursa, bir savlatli bo'lib, ha? Shoshiling, xudo xolasa. Bundaqasi Toshkentda bitta.